Online kompaniyasidan yangi qurilmamiz, ya'ni Roadmaster. Hozir Cardon M radarini oldi tarafidan boramiz. Qanaqa deteksiya bo'lar ekan? Endi ruperni antenaga qaraganda bu patch antenalar sal slab hisoblanadi. Lekin sinab ko'ramiz qani. Bu boshqa patch antenalarga qaraganda nisbatan 2 barobar kuchaytirilgan, xullas. Shuni hisobiga bu yaxshiroq olib berish kerak bizga. Kuzatamiz. Cardon 60. Hop. Kuzatamiz. Necha metrdan deteksiya bo'lar ekan qani? Ogohlantirdi bizni. Cardon Jonidan. Ya. Mana bu natija deydi-da, ko'ryapsizlarmi? Patch antenali. Boshqa detektorlar bor-ku, shunaqa masofadan olib bera olmayapti lekin. Mana tepada turibdi. Ko'rdilaringmi? Natijaga gap bo'lishi mumkin emas. Salomat bo'lasizlar.